Salom hammaga, bu Anora va men 10 yildan ortiq Yaponiyada yashayman. Bugun sizlarga Golden Week haqida gapirib bermoqchiman. Golden Week bu oltin hafta degani. Chunki Yaponiyada ketma-ket 4 kunlik milliy bayramlar bor. Bular 29-aprel Shova kuni, Shova imperatorining tug'ilgan kuni. 3-may Konstitutsiya kuni, yapon tilida Kenpo Kinenbi. 4-may Yashil kun, Midori no hi va 5-may bolalar kuni, Kodomo no hi. Bu paytda deyarli hamma sayohat qiladi. Shuning uchun Shinkansen avtomobil yo'llari juda gavjum bo'ladi. Mehmonxonalar va samolyot chiptalari ham juda qimmatlashadi. Hatto ko'pchilik Golden Week uchun yarim yil, ba'zilari esa 1 yil oldinroq rezervatsiya qilishadi. Shu sababli uzoq sayohat qilishni o'rniga uyda dam olishni yoki faqat yaqin joylarga borishni afzal ko'radigan yaponlar ham bor. Agar sizga bunaqa videolar yoqsa, like bosib, komment qoldiring. Ko'rishguncha!